Assalomu alaykum. Siz bilan Tashkent o'z jamoasi va bugun ilk bora YouTube'da o'zbek tilida butun boshli xonadonni siz uchun yoritib beramiz. Biz dizayni klassik uslubida bo'lgani sababli mebel ham klassik uslubida qilishga harakat qildik. Bu yerda mehmonxona, ya'ni katta televizor uchun bo'lgan joyi biz o'zimiz qildik. Bu yerda baliya senalar, juda ham dekorga boy fasadlar ishlatildi. Italyanskiy kraska, tillarang patina, tillarang ruchkalar, bular ham italyanskiy Giusti kompaniyasidan. Kolonna sifatida mana shunaqa pilastrlar qildik. Bu ham o'ziga yarasha juda ham chiroyli chiqdi. Ayniqsa ahamiyat berasiz, tepa qismida, karniz qismida ham maxsus naqshli karniz ishlatdik. TV zonamizga keladigan bo'lsak, bu yerda bizda juda ham ko'p tortmalar, ya'ni narsalar saqlash uchun maxsus joylar va pastki qismida ochilish va ichida polkalarimiz bor. Bu ham ahamiyat berasiz, ruchkalarning joylashishiga. Bu xonadon sohibasi istaklariga ko'ra xuddi mana shunaqa formatda qo'yildi. Juda ham chiroyli narsa chiqdi. Esa sanuzel. Sanuzilimiz ham klassik uslubda qilingan. Bu yerda moykamiz, ya'ni rakovina qismimiz, ustki qismi toshdan, akril toshi. Moykamiz ham akril toshidan, dumaloq tosh oyna va выдвижной tortmalar. Tortmalarimiz ruchkada, oxirgisi esa bu maxsus tortma. Bu yerda o'sha anjomlar, har xil narsa saqlasa bo'ladi va buni ustidan mana shunday space step deb nomlanadigan qurilma desak ham bo'ladi. Bu uyning jajji istiqomatchilari rakovinaga yetishligi oson bo'lish uchun qilinadigan yechim. Va siz ham buni o'zingizning uyingizda bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Shuningdek, sanuzelimizda installyatsiya ustida shkafimiz bor. Bu yer ham qo'shimcha narsalar saqlash uchun joy, polочкаlar qilganmiz. Podsvetka albatta, zolotoy patina, juda ham chiroyli rangda. Ko'rib baho bering. Har bir uyning eng muhim qismlaridan biri bu kirish qismi. Bu yerda prixoshkaga shkaf qilganmiz. Shkaf juda ham katta va bu yerda barcha narsa uchun joy yetarli. Oyoq kiyimlar uchun maxsus tokchalar, tortmali tokchalarimiz. Har kunga kiyiladigan oyoq kiyimlar uchun esa yonga harakatlanadigan maxsus mexanizm qo'yganmiz. Bu yerda ustki kiyimlar uchun maxsus shtanga va High Gold brendidan oyoq kiyimlar uchun обувница deb nomlanadi. Mana shunaqa yechim. 12 ta polka, 36 ta oyoq kiyim, 36 juft oyoq kiyim bemalol sig'adi. Bu shkafimizni boshqa shkaflardan ajratib turadigan narsa bu ustki qoplamasi. Bu yerda biz italyanskiy kraska, zolotoy patina ishlatganmiz. No, italyanskiy bo'yoqni ajratib turadigan narsa imенно mana bunaqa perelivi, ya'ni o'ziga yarasha yaltirog'i bor. No, bu общий объемda juda ham chiroyli ko'ringan. Ushbu xona kir yuvish xonasi. Bu yerda biza moyka, rakovina akrilovый stoleshnitsidan qilingan. Ushbu joyimiz kir yuvish mashinasi va sushilkaga. Bu yerda, pastga saqlash uchun joy qo'shimcha, polkalarimiz va bu yerda o'sha shkaflar, ya'ni bu yerda ham o'sha mana narsalar qo'yilgan. Hammasi qulay va saqlash uchun, kir yuvish uchun, в принципе, juda ham qulay ishlangan. Bu yerda yana mana bunaqa doskamiz bor. Dazmol uchun. Klientimizga juda ham muhim edi, именно shkafning ichiga qo'yilishi. Shuning uchun bu yerda Starex brendidan mana shunaqa formatda dazmol qiladigan qo'yganmiz. Esa podval, ya'ni narsalar saqlash uchun joy qilganmiz. Ko'rib turganinglardek, juda ham ko'p shkaf. Mana bu qismida именно, так скажем, shvabra, хозяйственные именно narsalar uchun maxsus shkaflar qismi. Hamma fasadlarimiz ochiladi. Mana ba'zi narsalar уже turibdi. Вот. И mana bunaqa chiroyli latunniy торцевой ruchkalar qilganmiz.
bog' uchun kerak bo'ladigan anjomlar. Bu hammasi mana bu qismimizda. Bu yoqda esa ko'rpa o'zbek xonadonida ko'p bo'ladigan narsalar uchun maxsus katta polkalar qilganmiz. Вот. И antresollarimiz ham narsa saqlash uchun joylar. Вот. Bu yoqda kiyimlar uchun maxsus joy va oxirida yana oyoq kiyimlar uchun maxsus haygolddan polka. Bu qismimizda shkaflarimizning chuqurligi 60 emas, standart bo'yicha emas, bu yerda 70 chuqurlikda qilingan. Mana shunaqa formatda shkaf. Qismimiz bu yoqda холодильник bo'ladi katta. Ya'ni bu yerda именно продуктовый, ya'ni oziq-ovqat mahsulotlari uchun joylar tashab ketganmiz. Bu yerda ham hammasi ruchkada, tepa ochilishlarimiz oshiq-moshiqda. Podsvetka daraxt bilan kashmirdan foydalanganmiz. Kranashpan kompaniyasidan. Ko'ramiz, bolalar xonasi bilan tugaydi. Qiz bolalar uchun, ikkita qizcha uchun qilganmiz bu xonani. Bu yerda qiyinchiligimiz nimadan iborat edi? Mijozimiz Italiyani Giorgio Casa brendidan bolalar xonasi uchun mebel olib bo'lgandilar va biza mana shunaqa katta shkaf qilib berishimiz kerak edi. Rangi, stilistikasi и ergonomikasi bo'yicha общий konseptga mos keladigan yechim taqdim qilishimiz kerak bo'lgandi. Va biz buni qildik. Ko'rib turganingizdek, ton bir xil qilishga harakat qildik. Italyanskiy kraskalar, mana ko'rsanglar bo'ladi, naqshinkor fasadlar va tillarang patinalar ishlatganmiz. Bu yerda pantograf deb nomlanadi. Polkachalarimiz. Pantograf ustki kiyimlar uchun va albatta chiroqlari bilan освещение ham qilingan. Ruchkalarimiz italyanskiy brend Giusti. Shuning bilan bugungi obzorimiz yakunlanib bormoqda. Qulay, chiroyli mebel uchun Toshkentda o'zga murojaat qiling.